Bu stol stullar shunchaki stol stul emas do'stlar, shunchaki san'at asariga aylantirilgan. Bu 24 talik komplektlarimizga ham oldingi sotilgan narxlardan eng kamida 1 million so'mdan yangi yilga aksiya e'lon qilinadi. Bu yerda siz o'zingizni uyingizni dizayniga moslab turib, razmeriga moslab turib, xohlasanglar 16 talik 16 taliklarda ham har xil assortimentlari, undan tashqari qoplamali variantlar ham shu yerda bor. Eng asosiysi bu joyda juda ko'pchilik so'rayotgan akvariumlik tayyorli smalali stol stullarimizni juda ham arzon narxda chiqarib beramiz deb usta bizga va'da qilyapti. Ko'ryapsizlar, bu yerda assortiment juda ham ko'p, nihoyatda keng, har xil vibrlar bu yerda bor. Hurmatli obunachilar, mana yana ham ishonarli bo'lish uchun shu yerda realniy xaridorlarimiz bor. Hali ko'pchilik aytadi, usta o'zini ishini maqtaydi, yomonlamaydi, bloger ham pullarsa reklama qilib beraveradi degan tushuncha bo'lib qolmasligi uchun mana jonli xaridorni shu ustani ishi haqida fikrini bilamiz, mana o'zidan eshitamiz. Nima deysiz shu ustani ishlariga? Bu ustani ish haqiqatda menga yoqdi. Eng yoqqan yeri ish sifatida ishlangan, 100% yong'oq yog'ochdan qilinganligi uchun mana bloger ham maqtaveradi, usta ham maqtaveradi. Men o'zim ko'zim bilan kelib ko'rib, ishonch hosil qildim. Xudo xolasa do'stlar, hammanglar shu stol stullardan olinglar. Menga mana shu 16 taligi ma'qul keldi. Shuni olaman men. Gap yo'q. Xudo xolasa ustaning ishlari sizga ma'qul keldi. Ma'qul keldi. Jonli ko'rib turibsiz, boshqalarga ham bemalol tavsiya qilaverasiz. Tavsiya qilaveraman. Bemalol olishinglar mumkin. Gap yo'q. Do'stlar, mana o'zingizlar guvoh bo'ldinglar. Bugungi video rolikni boshladik. Usta Abbosxon aka. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Siz charchamasdan. Xo'p, aka. Assalomu alaykum Nevelch kanalining obunachilari. Xudo xolasa, bugungi aksiyalarimizni, chiroyli hosillarga obzorini qilib beramiz. Yangi yil aksiyasi. Xudo xolasa oxirigacha ko'rishlaringni tavsiya qilib qolaman. Aka, sexta adresini o'z bir qator aytib qo'yasiz. Sexta adresi Farg'ona viloyati, Buvayda tumanining Yangiqo'rg'on shaharchasi Qoratepa qishlog'idan bo'lyapti. Xudo xolasa ishlab chiqarish o'zimizda, seximiz. O'zimiz shu vodiy bo'yicha olay turganlar kelib ko'rib, qanaqa mahsulotdan foydalanyapmiz, qanaqa kraskadan foydalanyapmiz, qanaqa machalga qo'yyapmiz, ko'rib o'zlari zakaz qilishib ketishyapti. Xudo xolasa uyalib qolganimiz yo'q. Gap yo'q. Xo'p, yetkazib berishimiz qanday bo'lyapti aka? Vodiy bo'yicha aka mutlaqo bepul dastavkalarimiz o'sha 100 kilometrgacha qolgan viloyatlarga o'sha kelishilgan holatda. Chiroyli mana uchlik sinteforlarda upakovka qilganmiz. Mana ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi. Zakaz ishimizga hozir 20 talikka qilib qo'yganmiz. Bu ham ketadigan ish. O'ralmagan joyi qolmaydi qolgan viloyatlarga. Hamma joyi. Umuman o'ralmagan joyi qolmaydi. Qarilmasdan chiroyli qilib, o'zimizni postoyanniy qatnaydigan, olib boradigan Isuzu'larimiz bor, chiroyli qilib olib borib berishadi. Gap yo'q. Aka, xudo xolasa birinchi o'rinda aksiya uchun katta rahmat. Xo'p, keling shundan boshlasak. Bo'ldi aka, xudo xolasa mana 24 talikdan xudo xolasa boshlayveramiz obzorni. Aka, bunimiz nechtali, razmerlari, materiali, narxi necha pul? Buni aka, hop, aksiyaga qo'ydik. 24 talik bo'lgan ishimiz. Hozirgi kunda eng hadovoy o'sha trendda turgan Monika fasondagi ishimiz. Xon taxtalari 24 talikdagi aka 640 ga 120 sm, to'rtta akvarium, oyoqlari simal oyoqdan. To'rtta simalasi bor tagida. To'rtta simal oyog'i bor. Kimgadir simala, kimgadir xon taxta zakaz bo'yicha etgan materiali deymi, xon taxtasini aytadimi, oyog'ini almashtirib berilaveradi. Uyini o'sha aboy pardasiga qarab. Zakazga qarab chiqariladi. Zakazga qarab chiqarib beraveramiz, xudo xolis. Stullarimiz yong'oq. Stulimiz 100% yong'oq daraxtidan qilingan aka. Mana taglarini bitta ko'rsatib qo'yamiz. O'zi qoramtil bo'lib, mana boshqacha bo'lib turadi. 08 MDF qo'yilgan tagga, mana toza yangi MDF qo'yilgan. Taglar ham ancha pokiz ishlanibdi, gap. Xudo xolis. Shifarestrumdan chiqqan aka. 150 kilogramm odamni ko'taradi. Behijolat. Stullarimiz shu yog'ochdan, yong'oq yog'ochdan materiallari keladigan bo'lsak, Xitoy moshi material qo'yilgan tepasiga bir xil qilib. Sidinani balandligi 12 sm qilingan. Gap. Balandligi. Zakaz bo'yicha 15 sm ga qilib berilaveradi. Qilib degan. Qilib berilaveradi, aha. Stulimiz orqa qismi aka mana uyda aboy pardalariga masalan chiroyli qilib bandchalik qilib qo'yganmiz. Buni ham o'sha jalyuzali desa jalyuzali, tekis desa tekis qilib berilaveradi. Gap yo'q. Endi klient xohishidan kelib chiqib yasab berilaveradi. Xuddi shunaqa, ha. Xo'p, bunimiz endi aka yana bitta zo'r tomoni, misol uchun 2 ga bo'lib olib 12 talik qilib foydalansa ham bo'laveradi. Bo'laveradi, u ham 12 talik o'rtasidan bo'linadi. O'rtada bitta chokimiz bor, mana 2 ga bo'lib ishlatsa ham bo'laveradi. Ajraladi. Yana o'sha uyga olib kirganda bitta juplashtirib, nima qilib ishlataveradi 24 talik qilib. Gap yo'q. Buni narxini endi aka yangi yilga xudo xolasa aksiyada necha pul qilib beramiz? Xo'p, aka, buni narxini aka shu Nevelch kanalidan ko'rib telefon qilyapman deb maqsa yangi yil aksiyasi aka o'zi 16 million sotyapmiz. O'zingizni kanalingizda ham qo'yganmiz. To'g'ri. Qo'yilgan oldin. Agar
shu Mebelchi kanalidan ko'ryapman desa aka, tur 15 million so'm qilib beraman. 1 million skidka. 1 million skidka Gap aka. yo'q lekin 1 milliondan Xolos. katta pul do'stlar. Yangi yilga doğru aka mana shu 24 talikdan 10 ta aksiyaga qo'yamiz. 10 ta. 15 million so'mdan qilib beramiz. 100% yong'oqdan, xon taxtalari MDF, akvarin, oyoqlari simali. Agar xon taxta oyoq desa aka, 4 ta xon taxta qilib ham ishlataman desa, yana 1 million so'm tushib beraman. Yana 1 million narxida. Yana 14 million so'm qilib beraman aka. Gap yo'q lekin hozirgi shu turishi aksiyaga 15 million so'm qilib beraman. Hozir telefon qilib band qilib qo'ysa bo'laveradi. Buni ham xohlagan materialda chiqarib beramiz. Materiallarni ham etika materialni qo'yib berilaveradi. Uyda aboy pardalariga masalan. Keyingi modellarimizga o'tdik. Ikkinchi modelimiz aka, bu ham o'sha Monika fasonda, faqat bu o'ralib ketgan fasoni, bunisi shu o'zi Monikan. Bu o'ralmagan fason. O'ralmagan fasoni. Hop, sidina qismi buni ham o'sha 12 sm. Qalin Turkiya material qo'yganmiz aka. Turetskiy moshina. Machalkalari mana 22 pilot machalka. Tepa qismiga uchlikdan bir qavat qilib qo'yilgan, o'sha moishi material, Xitoy moishi materiallardan qilingan. Arqa qismi aka mana o'sha bantikchalik qilingan. Hop, 16 taligimiz razmer xon taxtasi 360 ga 120. Akvarin MDF dan. Bu ham MDF, ha? Bu ham MDF suv to'kiladimi, choy to'kiladimi hech narsa qilmaydi. Qiroqlarni ponni simala guli bilan bezatib chiqqanmiz. Gap yo'q. Zo'r chiqqan ekan. Oyoqlari simala oyoq. Hop, bu 100% yong'oqdan aka, mana buni ham tagini ko'rsatib qo'yasiz. Mana taglari ham toza bo'lib turibdi. Qoramtil bo'lib. Gap yo'q. Hop, bunimizni ham aka xos telefon qilib band qilib qo'ysa bo'laveradi. Narxini aka yangi yil aksiyaga qo'ydik. Necha pulga beramiz? Turi 10 million so'm qilib beramiz aka. 11 million so'm. Magazinlarga ham dash 11 million so'm qilib berayotgandik. To'g'ri, hozirgi kunda shunaqa sotilyapti, lekin do'stlar, Mebelchi kanalidan telefon qilyapman desanglar, 10 million so'm to'g'riga 16 talik temboli simalaligini xarid qilib. Shu narxda ichida vodiy bo'yicha mutlaqo bepul. Dastavkasi ichida. Qolgan viloyatlarga chiroyli qilib upakovka xizmatimiz bor. Shu o'ralmagan joyi qolmaydi. Hamma joyini o'rab qirilmaydigan qilib. O'rashdan maqsad klient uyiga mana shunaqangi chiroyli holatda hech bir joyi shilinmay, qirilmasdan yetib borish uchun qilinadi. 20 talikda ham o'rab qo'yganmiz, tepada o'ralmagan joyi qolmagan ana. Tepada ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi. Buxoroga ketadigan ishimiz. Ashnaqa holatda ponni o'rab beramiz. Xo'p, bu 3-fasonimiz aka, bu ham o'sha Monika fasonda, faqat o'sha qaymoq rang materialda qilganmiz. Materialda farqi bor. Materialda farq qiladi, ha. Chiroyli chiqqan ekan. Bu ham 14 talik aksiyada ishimiz, yangi yilgadir. Xudo xolasa, sidina qismi o'sha 12 sm balandlikda, bu ham aka spinkasi o'sha Xitoy moshi material qo'yilgan, ko'zli tugmalardan foydalanganmiz. Arzon tugma emas, xudo xolasa. Gap yo'q. Kraskalariga keladigan bo'lsa aka, shampan bilan gold aralashgan varianti hozirgi kunda eng hadoy moda bo'ldi bu ham. To'g'ri. Sifatlarini bitta ko'rsatib qo'yasiz. To'g'ri aka. Buni aka 14 taligini o'zi 9 millionga sotilyapti. Bu 14 talik. 14 talik bu, o'sha simala oyoq, MDF dan, xon taxtasi akvariumli. Sizni kanalingizga ko'rib telefon qilyapman desa, aka 8,5 million so'm qilib beraman 14 talik, 100% yong'oq. Gap yo'q, lekin 14 talik. Bu ham hozir sotuvda bor. Sotuvda bor, hozir telefon qilib band qilib qo'ysa bo'laveradi. Stol ustida o'tiraman deb niyat qilganlarga shunday telefon qilib zaynat qilib qo'yinglar, mana sotuvda bor. Xudo xolasa, sotuvda bor. 8,5 milliondan aksiyada olinglar. Agar xon taxta oyog'i bo'lsa 8 million so'm qilib beraman. 500 ming arzon. 500 ming so'm arzon. Gap yo'q. Endi mana bu fasonimizga kelsak aka, shu 2025da eng trendda bo'lgan fasonlardan bu ham. Qoplamali, yiqilib ketsa ham sinmaydi, qoshi yo'q aka. To'g'ri. Tepasini bir xil material qilganmiz. Bu ham moishi material, yumshoq. Yumshoq, zo'r material. Zo'r material ekan. Hop, ko'zli tugmalardan foydalanganmiz. Arqalari o'sha bantikchalar, mana bu ham o'sha uyda pardalariga moslangan. Bu ham o'sha shampan svetda 100% yong'oq daraxtidan qilingan aka. Xon taxtalarimiz 16 talikka 360 ga 120 akvariumli. 100% MDF dan oyoqlari simala oyoq. Gap yo'q. Hozir bu yerda aka usta ishlaringizni ko'ryapman. Stoliga umuman laminat aralashmagan. Yo'q, laminat umuman qilinmaydi. 100% MDF. 100% MDF dan qilinadi, xudo xolasa. Misol uchun ertaga bunga suv to'kilsa, suvga nihoyatda chidamli bo'ladi. Chidamli bo'ladi. Ishimaydi-da, ishimaydi, nima bo'lmaydi. Boshqa bo'lmaydi. Shu joyi MDFligi zo'r. Xudo xolasa aka, buni o'sha kanalingizga agar buni ham xos telefon qilib band qilishsa bo'laveradi. 8,5 million so'm qilib beraman. 16 taligini. 9 million sotayotgandik, agar simala oyog'i bilan 8,5 million so'm qilib beraman. 100% yong'oq. 100% yong'oq daraxtidan. Gap yo'q. Bunimiz aka xuddi o'sha variantda ko'k materialli esa, bu ham yong'oqdan. Materialda farq. Tevapasi bir xil materialda ishlangan. Sidina qismi o'sha 22 pilot machalka qo'yilgan, 12 sm balandlikda. Buni ham o'sha arqalari o'sha bantikchalar mana chiroyli qilib bantikcha qo'yib qo'yganmiz. Xon taxtalari aka 340 ga 120, 14 talikka. Bu 340 ga bu. 340.
Simal akvariumlar ichi gullar bilan to'ldirilgan. Chirog'i 100% MDFdan. Oyoqlari o'sha simal oyoqlar. Hozir bu yerdagi ishlarda deyarli deyarli emas, hammasi simali tumbali qilingan. Simala akvarium hammasi. Hammasi. Bu ishlarimiz aka hozir 20 komplekt tayyor bizda. Tayyori bor. 14 talik, 16 talik, 12 talik bor. Yangi yilga doğru aksiyaga qo'yganmiz 30 komplekt. Xudo xolasa telefon qilishaversin, yanada aytilgan narxlarda ozgina tushib beraman. Yo'q, telefon qilish Vodiy bo'yicha shu aytilgan narxlar ichida mutlaqo bepul dastavkasi. Bu 14 talik necha pulga beramiz? Bu 14 talikda aka o'zi 7,5 million sotayotgandik, tur 7 million so'm qilib beraman. 500 ming so'm aksiya qilib beraveramiz. 500 ming so'm aksiya qilib beramiz. Xudo xolasa simal oyoq, o'sha nima bo'ladiganmiz. Endi hozir narxlar do'stlar, e'tibor beringlar. Ham akvarium oynasi bor, ham tagida simalasi bor. Shuni ham hisobga olinglar. Endi agar akvarium shart emas, simala shart emas desa, yana ham arzonroq. Yanada o'sha 5-600 ming tushaveradi narxiga, xon taxt oyog'i bo'lsa. Xo'p, bu fasonimiz ham aka o'ta trendda turgan stolimiz, Atrubel deb nomlanadi. Kraskalariga o'sha gench kraskadan foydalanganmiz. Shampan bilan gold aralashgan, qoshlarni ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi. Qiroqlar arqon kant bilan bezatilgan, ko'zli tugma. Sidina qismi 22 pilot machalka qo'yilgan, tepasi bir xil materiallarda ishlangan. Xo'p, buni orqalari mana bantikchali, 100% yong'oq daraxtida mana tagini ko'rsatib. Bu ham yong'oq aka. 100% yong'oqlar mana. Qop-qora bo'lib turibdi. Bizda terak ish qilinmaydi. Zakaz bo'yicha endi arzonroq kimdir o'sha arzonroq ish so'rasa, so'rab qolsa qilib beramiz, lekin garantiya bermaymiz. Lekin asosan faqat yong'oqdan chiqadi. Asosan bizda yong'oq chinordan chiqadi. Yong'oq chinor. Yong'oq bilan chinorning xizmati bir xil. Bir xil, ha? Yo'q. Xo'p, buni aka kanalingizga obunachilarga xudo xolasa 6 million 500 ming so'm simal oyog'i bilan qilib beramiz. Simal oyoq akvarium o'yini. Xuddi shunaqa. Yo'q. Bu ham sotuvda bor. Hozir telefon qilib band qilib qo'ysa bo'laveradi. 320 ga 120 12 talik aka. Bu 12 talik. Bu 12 talik. 6 million 500 ming so'm. Xudo xolasa MDFdan suv to'kilanib, choy to'kilanib hech narsa qilmaydi. Hozir 320 lik xon qilibsiz, lekin xon ancha katta bo'libdi. Aha. Xonning razmeri kattaroq bo'libdi, shuni ham hisobga. Shunaqa yana ikkita qo'shib olsa bo'laveradi ekan bu stolga. Bemalol sig'adi-da. Mana oralari ham katta-katta ochilib turibdi-yu. To'g'ri. Xuddi shu modelimizda ko'k variantda ham qilib qo'yganmiz. Mana bu ham sotuvda bor. Matolari ko'kidan qoplangan. Xudo xolasa mana shu shampan bilan gold aralashgan, sidina qismiga o'sha 22 pilot machalka qo'yilgan, tepasi bir xil materiallarda ishlangan. Yo'q. Xo'p, buni ham o'sha orqalari bantikchali. Bundan ham hozir 14 talik tayyori bor, 12 talik har xil materiallarda qilingan. Endi telefon qilib menga 20 talik, 18 talik, 16 talik kerak desa imkoni bor xullas. Bor, xullas xudo xolasa chiqarib berilaveradi. Tayyor, eng asosiysi kutmaydi. Telefon qilib sizga shu kelishib olsa, shuni chiqarib yuboradi. Sraz upakovka qilamiz, chiqarib yuboramiz. Vodiy bo'lsa o'zimiz borib chiroyli qilib dastavka qilib beramiz. Yo'q. Buni ham xon taxtalari o'sha 320 ga 120 akvariumli oyoqlari o'sha simal oyoqlar. Xudo xolasa tayyor. Buni ham o'sha 6 million 500 ming so'm obunachilaringizga qilib beramiz. Yo'q, 6 million 500. Xo'p, endi mana bu modelga o'tamiz. Bu modelimizga kerakdigan bo'lsa aka, Monika fasonda qilingan. Mana tepasi bir xil materiallarda qilingan, qiroqlariga chiroyli arqon kantlar bilan. Sidina qismi 12 sm balandlikda, 22 pilot machalkada, kraskalari aka o'sha shampan bilan gold aralashgan varianti. Endi hozir shu rang mana shu rang moda bo'layapti-da. Ko'pchilik yoqyapti. Shu svet uylarga ham zo'r tushyapti-da. Shu orqalari mana chiroyli bantikchalik qilingan. Buni ham aka 12 taligi, hop, 8 million sotayotgandik. Obunachilarga xudo xolasa 7 million 500 ming so'm qilib beramiz. Yo'q, 7 million 500. 7 million 500 tepalari akvarium. Oyoqlari o'sha simal oyoq. Taylari simali, stol 320 ga 120. 320 ga 120. 120. Xudo xolasa ishga garantiya, behijolat. Shifres turumda chiqqan, kirsa qaytib chiqmaydigan o'ta baquvvat 150 kiloga odamni ko'taradi. To'g'ri, shifres turumda. Gench kraskalardan foydalanganmiz aka, xudo xolasa ertadan keyin ranglari ham sarg'ayib, yomon bo'lib ketmaydi. Endi u umrbod qoladi. Bu narsa stol sinib yo'q bo'lib ketmaguncha bu rang ish narsa bo'lmaydi. Chunki Turkiyadan kelyapti, sifatsiz narsa ishlatilmagan do'stlar, mana ko'rib turibsizlar. 7 million so'mga xuddi shu modeldan tayyori bor bundan ham, xudo xolasa. Tayyorlari bor, ha. Hozir bundan ham o'sha 10 komplektcha tayyori bor. Tepalarda ham ishlarimiz bor, har xil nimada zakaz ishlarimiz bor. Tepada o'rab qo'ygan bu tomonlarda ham ishlarimiz bor, mana ko'rsatib qo'ysa bo'laveradi. Eng asosiysi birinchi qo'l ishlab chiqarish o'zimizda, o'sha vodiy bo'yicha o'sha zakaz qilayotganlar kelib ko'rib, teppan o'sha qanaqa mahsulotdan foydalanyapsiz, ko'ryapti, hammasi zakaz qilishib yetishyapti.
Gap yo'q. Xudo xolasa aka, aytilgan narxlardan yanada tushib beramiz ozgina agar shu Mebelchi kanalidan ko'rib telefon qilyapmiz desa, Aksiyadan tashqari telefon qilish bo'lsa yana ozgina yana ozgina tushib beraveraman aka, Xudo xolasa. Usta, menimcha hamma ma'lumotni berdik, hamma ishlarni ko'rsatdik. Asosiysi tayyor mahsulotlar sizda bor. Misol o'sha yangi yilga ham hech qancha qolmadi. Hech qancha qolmadi, Xudo 10 kun xolasa. kuting, 20 kun kutingdan ko'ra shunday telefon qilib sira sizdan olib qo'ygani menimcha ma'qul. Xudo xolasa, ha. Xudo xolasa. Behijolat aloqaga chiqishaversan. Do'stlar, ustaning ishlarini sizlarga tavsiya qilamiz. Bemalol ekranda telefon raqamlariga aloqaga chiqinglar. Abbosxonaga sizga ham katta Rahmat sizlarga, Xudo xolasa. Do'stlar, keyingi video roliklarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.